mijozlar va ishchilarni, xodimlarni tajribasi orqali qanday natijalarga kelish bo'lishini ko'rib chiqamiz. To'g'ri keladigan ko'rsatkichlar asosida hammasini sizlar bilan birga ko'rib chiqishga harakat qilamiz. Ovozli qo'llab-quvvatlash xizmati Yandex kompaniyasida 1 yil davomida o'z faoliyatini olib borib kelmoqda. Bundan oldin haydovchilar faqat bizga yozma tarzda yoki elektron pochta orqali murojaat qilishi mumkin bo'lgan. Hozirgi paytda esa ular qo'ng'iroq qilish imkoniga ham ega. Bu nima degani? Bu degani ular tezroq javob olishga muhtojligi borligi uchun biz tezroq javob berishga harakat qilamiz. Va undan tashqari bu stress holatga tushishini, o'sha safar davomida bironta stress holatga tushib qolsa, bu vaziyatni tez hal qilishda ovozli qo'llab-quvvatlash xizmati yordam beradi. To'g'ri, 1 yil avval ishni boshlayotgan paytimizda ovozli qo'llab-quvvatlash xizmatini oldida bir necha to'siqlar bo'lgan. Bu juda ham qisqa muddat ichida 100 tadan oshiq bo'lgan ishchilarni, yangi ishchilarni ishga olish, ularni o'rgatish, bilim salohiyatlarini oshirish va ularni masofaviy ishlashiga qaramasdan ularni bir jamoaga aylantirish kerak edi. Hozirda boshida bo'lgan bir necha ko'rsatkichlar haqida gapirib o'tmoqchiman. Qanday bu ko'rsatkichlar oshirilgan, qanday chora-tadbirlar o'tkazilgani haqida. Birinchisi bu unique calls. Bu nima degani? Bu tizimga tushgan qo'ng'iroqlarning necha foizi va qancha miqdori bitta qo'ng'iroq davomida hal qilinishini ko'rsatib beradi. Masalan, bizda ko'rishinglar mumkin, bu 1 yil davomida shu 2025-yilgi ko'rsatkichlar yanvar oyiga ko'rsatkichlarga ahamiyat bersanglar 83% ni tashkil etgan. Hozirda esa noyabr oyining oxirida bu 30% ni 90% ni tashkil etadi. Bu nima degani? Bu 90% qo'ng'iroqlar birinchi qo'ng'iroq davomida hal qilinadi. Haydovchilar qayta bizga aloqaga chiqmaydi degani. Bu nimani ko'rsatadi? Bu o'sha xodimlarni bilim salohiyati kuchliligini va o'z ustida ishlaganliklarini ko'rsatib va qanchalik ular tez masalani hal qilib berishlarini ko'rsatib beradi. Keyingi ko'rsatkichlarimizdan bu LCR, bu lost call rates, bu bizga nimani ko'rsatib beradi? Qancha qo'ng'iroqlar tizimga tushgandan keyin aytaylik qanchasini biz o'tkazib yubordik. Aytaylik javob bera olmagan qo'ng'iroqlarimizning soni. Agar ahamiyat bersanglar, o'tgan 4-kvartal 2024-yil 4-kvartaliga bizni LCR'imiz 28-30% bo'lgan. Bu juda ham achinarli holat, chunki bu juda ham katta yo'qotish. Bu degani sizga tushgan 30% qo'ng'iroqlarni siz javob bera olmayapsiz. Bu sizga murojaat qilayotgan insonga yordam bera olmayapsiz deb ko'rsatiladi. Lekin ahamiyat bergan bo'lsanglar, bu yil 3-kvartalga kelganda bu ko'rsatkich 3% ga chiqqan. O'zi bizning me'yorimiz, ushlab turadigan me'yorimiz, miqdorimiz bu 5%. Lekin biz 3% gacha tushirganmiz. Bu degani biz hozirgi damda faqat 3% qo'ng'iroqlarni o'tkazib yuboramiz. Bu masalalarni qanday tushirganmiz? Bu o'sha bundan oldin ham aytib o'tildi. Planирование, planlashtirish bor. Bu grafikda o'sha ishchilarning grafikini to'g'ri tuzish. O'zi planlashtirish 90% yaxshi natijaga olib keladi. Keyingi ish bo'lsa, bu bizda bu aniqani tushirishda IVR tizimi. IVR tizimi ko'pchilik bilsa kerak, bu qo'ng'iroq qilganingizda sizga javob beradigan o'sha robotlashtirilgan ovozli xabar. IVR tizimi bizda 3 marta o'zgartirilgan. Boshida qo'ng'iroqlar boshlaganimizda IVR tizimi shunchaki qo'llab-quvvatlash xizmatiga qo'ng'iroq qildingiz derdi. Keyinchalik biz statistik ma'lumotlarga asoslangan holda har bitta aytaylik o'rganib chiqdik, qaysi mavzularda bizga ko'p murojaatlar bo'lishini o'rganib chiqqan holda IVR tizimiga o'sha murojaatlarga javoblarni qo'yib chiqdik. Bu bizda qaysidir ma'noda qo'ng'iroqlarni kamaytirishga olib keldi. Undan tashqari bizda situativniy IVR bor, bu vaziyatli IVR. U qanaqa bo'ladi? Masalan, ko'pchilik biladi, pikoviy soatlar bo'ladi. Ertaman ham ishga ketayotganda yoki kechki payt hamma ishdan qaytayotgan paytida juda ko'p
qo'ng'iroqlar bo'ladi. Va o'sha qo'ng'iroqlar paytida biz IVR tizimini o'zgartiramiz va u paytda haydovchiga xabar boradi, qo'ng'iroq qilgan paytida hozir qo'ng'iroqlar soni ko'p deb. Bu degani haydovchi tushunib turadi, qo'ng'iroqlar soni ko'p, meni vaziyatim aytaylik mavzuyim unchalik zarur bo'lmasa, keyinchalik qo'ng'iroq qilaman degan. Lekin agar vaziyati zarur bo'lsa, kutib turishini biladi. Undan tashqari anomal holatlar bo'lishi mumkin, qanaqadir texnik nosozlik tizimda va biz shu anomal holatni aniqlagan paytimiz IVR tizimini yana o'zgartiramiz. Bu tizimda IVR tizimi aytadi, qo'llab-quvvatlash xizmatiga qo'ng'iroq qildingiz, hozirda shunaqa texnik nosozlik bo'lyapti degani. Chunki agar texnik nosozlik ish paytida bo'lsa, ilovada haydovchi buni ko'rib tursa, bu unga vahima olib keladi. Chunki texnik nosozlik bo'lyapti, u tushunmaydi. Bitta unda bo'lyaptimi yo bu hammada bo'lyaptimi yo ko'pchilikda bo'lyaptimi. Shuning uchun ularni o'ylagan holda biz shunaqa situativ IVR qo'yganmiz. Ular qo'ng'iroq qilishadi va IVR orqali tushuntirib boriladi texnik nosozlik bo'layotganini. Va bu nimani beradi? Haydovchi tushunadi. Kompaniya bu haqida biladi, buni ustida ishlayapti va buni tezda yechimini topish haqida biladi va u operatorgacha yetib bormaydi. Keyingi ko'rsatkichlarimizdan bu service level. U o'zi me'yorida aytaylik, bizning maqsadimiz bu 90% da bo'lish, lekin hozircha faqat 79% ga chiqqanmiz. Boshida bu ko'rsatkichimiz ham 21% deydi. Hozirda 79% gacha chiqqanmiz. Uchinchi ko'rsatkichimiz esa bu sifat nazorati. Sifat nazorati bu 90% o'zi norma hisoblanadi. Biz hozir 90% damiz. Boshida ish boshlagan paytimizda 84% da bu o'sha xodimlarning bilimsizligi, endi ish boshlashayotganiga ta'sir qilgan edi. Hozirda esa ular o'z ustida ishlab sifat nazoratini oshirishadi. Qanday ishlar olib boriladi? Bu birinchi o'rinda har oy davomida guruh rahbarlari tomonidan audit o'tkaziladi. Har bitta o'sha operatorlar to'g'ri qilayotgan ishlari, noto'g'ri qilayotgan ishlari har biri o'rganilib chiqib, qaysi mavzularda ko'proq xato qilayotganini o'rganib chiqqan holda o'sha o'quv bo'limi bor, o'sha o'quv bo'limi mavzu tanlaydi va mavzu asosida ularga darslik o'tiladi. Bu nimaga olib keladi? Bu o'sha ko'proq qilinayotgan xatolar, kamchiligi bo'lgan xatolarni to'g'rilashga olib keladi. Bu o'sha keyin ko'rsatkichlarni oshishiga ham olib keladi. Keyingi ko'rsatkichlarimizdan biri bu sisat, o'sha qanchalik bizni javoblarimizdan, qanchalik bizni ishimizdan o'sha bizga aloqaga chiqayotgan mijozlarimiz, bizni vaziyatimizda bu haydovchilar qoniqayotganini ko'rsatadigan ko'rsatkich. Bu ko'rsatkich 4,5, o'zi bu bizni aytaylik maqsadimiz 4,5 da ushlab turish. O'zi ish boshlaganimizda ham bu 4,5 dan boshlangan. Nimaga 4,5 dan boshlanganini tushuntirib o'taman. Chunki bizda ishga olish jarayoni o'zi to'liq kriteriyalar bilan olib boriladi. To'liq detalli kriteriyalar, o'sha ishga oladigan guruhlar har bitta ishchini sinchiklab o'rganib chiqadi. Keyinchalik bu o'sha suhbatga kelgandan keyin o'sha suhbat davomida ham kriteriyalar asosida o'rganib chiqadi va biz o'sha suhbat davomida bilishimiz kerak. Bu insonning plus tomonlari va minus tomonlari va minus tomonlarni ustida ishlay olamizmi keyinchalik yo ishlay olmaymizmi? Agar ishlay olmasak, bu inson bizga to'g'ri kelmaydi. Lekin biz shu minuslarni plusga aylantirishga ishonsak, biz bu insonni ishga olamiz, keyinchalik o'sha minus asosida ish yuritamiz. Shuning uchun o'zi ishchini ishga olishda 50% yutuq qilmoqchi bo'lsanglar, bu to'g'ri ishchini ishga olish. Va undan tashqari ishchilarimizga biz treninglar o'tkazamiz. Qanaqa treninglar? O'sha aytaylik stress holatidan chiqish, qanday qilib stress holatidan chiqish kerak? Chunki kuniga 150 ta 200 ta qo'ng'iroqni ular qabul qilishadi va stress holatidan qanaqa chiqish kerakligini ularga treninglar o'tkaziladi. Qanaqa chiroyli gapirish, o'zini ovoz ustida ishlash, shunga o'xshagan treninglar o'tkazilib keladi. Bundan tashqari biz aytib o'tganimdek yuqorida audit o'tkazamiz. U audit davomida biz o'sha boshqa davlatlarda ishlaydigan ovozli qo'llab-quvvatlash xizmatidagi guruh rahbarlari bilan birga o'tirib, bir-birimizga tajribamiz bilan almashamiz va bir ikkita qiziqarli aytaylik eksperimentlar qilamiz o'sha xodimlar bilan, masalan, tabassum bilan gaplash. Chunki tabassum bilan gaplashgan operatori ko'rsatkichlari ancha yuqoriroq, shuncha robotga o'xshab gapirganlardan ko'ra. To'g'ri, tabassum bilan ular aytaylik kun davomida gaplasha olmaydi. Shuning uchun ularning ruhiy
ruhiyati ham tushmasligi uchun, xodimlarning ruhiyati tushmasligi uchun tanaffus paytlari biz qiziqarli videolar, qiziqarli suhbatlar, qiziqarli qanaqadir hikoyalarni aytamiz, operatorning ruhini ko'tarish uchun. Operatorning ruhi ko'tarilsa, bu o'sha qo'ng'iroq qilayotgan odamning ham ruhiyatiga ta'sir qiladi. U odamning ruhiyatiga ta'sir qildi degani, bu o'sha sizga qo'ng'iroq qilayotgan haydovchining ruhiyatini ko'tara oldingizmi? Farqi yo'q. Qoida doirasida uni aytaylik savolini hal qilib bera oldingizmi, qilib bera olmadingizmi? Aynan mijoz xohlagandek qilib bera oldingizmi, qilib bera olmadingizmi? Ruhiyatini ko'tardingizmi? Bu degani uni ruhiyati ko'targan holda u sizga kerak bo'lsa juda yaxshi baholar qo'yishga ham tayyor. Keyingi ko'rsatkichlarimiz bu o'sha o'rtacha me'yorda qancha vaqt o'sha aytaylik suhbat olib borishimiz, bu me'yori 180 soniya hisoblanadi, lekin bizda bu 144 soniya. 144 soniya kamga o'xshashi mumkin, lekin boshqa ko'rsatkichlar ko'rsatib turibdiki, o'sha FSR ham 90%ligi, CSAT ham 4,5ligi ko'rsatib turibdiki, qancha kam bo'lsa ham bizda maqsadli va o'rinli hal qilinyapti. Keyingi ko'rsatkichlarimizdan biri bu o'rtacha o'sha kutish vaqti, IVR dan operatorgacha bo'lgan kutish vaqti. Bu bizda hozir 20 soniya. Undan oldin ko'proq kutishga to'g'ri kelardi va u o'sha LCR ni oshishiga ham maqsadli bo'lardi, lekin hozirda bu 20 soniyani tashkil etadi va bu bizga to'g'ri keladi. Bizning qo'ng'iroqlarimiz soni o'rtacha oyiga 200 mingta qo'ng'iroq qabul qilamiz. Lekin shunaqa narsa joriy etganmiz, INAP loyihasi, INAP tizimi. Bu ilova orqali mijozlar sizga internet trafikini ishlatgan holda bemalol qo'ng'iroq qilib siz bilan bog'lanishi mumkin. Oyiga o'rtacha 200 mingta qo'ng'iroqlar qabul qilsak, undan 17-20% bu o'sha INAP qo'ng'iroqlarga to'g'ri keladi. Bu nima degani? Bu o'sha siz mijozlarga taqdim etgan yangiligingiz ularga yoqyapti, ular bu bilan faol foydalanishyapti degani. Ahamiyat berishingiz mumkin. INAP tizimi o'zi bizda 5 oydan beri o'zi ishlaydi. Iyul oyida yo'lga qo'yganmiz, lekin 5 oy ko'rsatkichlaridan ko'rib tursak bo'ladi, 20% gacha ishlovlar bor. Bundan tashqari aytib o'tmoqchiman, yaxshi tizimni yaxshilash maqsadida bizda oddellar bilan o'sha boshqa bo'limlar bilan ishlash yo'lga qo'yilgan. Juda ham yaxshi, chunki o'z ko'pchilik biladi, ovozli qo'llab-quvvatlash xizmati har bitta vaziyatni bitta aytaylik qo'ng'iroq doirasida hal qila olmasligi mumkin. O'sha 10% bitta qo'ng'iroq doirasida hal qila olmaslik vaziyatlar, bu texnik qanaqadir nosozlik va bunaqa vaziyatlarda tezda hal qilib berish uchun bizga boshqa bo'limlarning yordami kerak bo'ladi va boshqa bo'limlar bizga yordam berib, shunda biz tezroq ularning texnik qanaqadir nosozliklarini to'g'rilab berishga harakat qilamiz. Shu bilan qisqa vaqt bo'lgani uchun agar savolingiz bo'lsa berishingiz mumkin. Samandar aka, Ilhamjonov sizga savol bermoqdalar. Savol rus tilida yozilgan. Яндекс. Есть ли возможность открыть колл-центр? Иногда срочные вопросы по доставке такси очень сложно решить. Колл-центр ochib imkoniyati bormi? Ba'zida dostavka yoki taksi muammolarni yechish qiyinlashib ketmoqda. Контактного центра у нас нет. У нас есть только пока для водителей такси. Может быть, если вопросы, так скажем, будут больше, мы в дальнейшем, может быть, и откроем. Но на данный момент у нас только для водителей такси есть голосовая поддержка. Для остальных письменная поддержка. А для пользователей? Пользователей только письменная поддержка. Идем дальше. Вы много говорили о ценности живого общения и эмоций оператора, где для Яндекса проходит границы для автоматизации, между автоматизацией и обязательным участием человека, чтобы CX не начал деградировать. Смотрите, для нас на первом месте всегда было это человечность. Но для нас на первом месте, потому что человечность. У нас и так до этого была письменная поддержка, там есть автоматизированные ответы и так далее и тому подобное, но для нас на первом месте в голосовой поддержке это человечность, потому что даже водители это отмечают, когда они нам звонят, что они рады слушать человека. Birinchi o'rin turardi, hatto haydovchilar ham aytardi, ular go'shakning narigi tomonda jonli odam, ularni tushunishi mumkin bo'lsa, maslahat berishi mumkin bo'lsa, bularni qadrlashni aytardi. Masalan, bizda shunday bo'lardi. Haydovchi bilan muloqot qilgan
berganimizda xuddi shunday foydalanuvchi ham go'shakni olib biz bilan muloqot qila boshlashi holatlari bo'lardi. Odatda biz servis qoidalari bo'yicha foydalanuvchi bilan muloqot qilmasdik, lekin bu keksa yoshdagi foydalanuvchi bo'lgani uchun operator unga yordam berishga majbur bo'ldi. Yana bundan tashqari biz haydovchi tomonidan maqtov oldik unga yordam berganimiz uchun. Shuning uchun bizda ochiqroq muomala qilish va jonli muloqot qilish va odamiylik birinchini o'rin turadi. Mana siz SR va boshqa ko'rsatkichlarni o'sishini ko'rsatdik. Siz jonli muloqotni, ovozli qo'llab-quvvatlashni qaysi jihatlar asosida o'tishni ko'rsatgansiz. Men maxfiy ma'lumot ochilmasligi uchun to'laqonli batafsil gapira olmayman, lekin keyinchalik shunday anjumanlar bo'lsa, bizni taklif etsangiz, keyingi loyihalarimiz haqida gapirib beramiz. Katta rahmat.